Xalqimizda keng tarqalgan yana bir gap bor. Eng zo'r zuluk bu Turkiya davlatining zulugi. Yo'q, aslida unaqa emas. Hamma zulukda ta'sir mexanizmi bir xil. Turkiya zulugini qolgan zuluklardan ko'ra ustuvor tomoni haqiqatda bor. U ham nimada? Turkiya tibbiyot zulugini, Geruda verbanani saqlash muddati uzoq. Tibbiyot zulugini issiqqa ham, sovuqqa ham chidamliligi yuqoriligi uchun zulukchilar ichida sifatli zuluk deb nomi chiqqan. Undan tashqari Rossiya Federatsiyasidan, Ozarbayjondan keladigan zuluklar ham bor. Ularda ham ta'sir mexanizmi Turkiya davlatidan kelayotgan zuluk bilan ta'sir mexanizmi bir xil, lekin birozgina uni susroq tomoni bor. Uni issiqqa chidamsizligi bor, o'ta sovuqqa ham chidamsizligi bor. Undan tashqari mana hozirgi kunda juda ham keng miqdorda Malayziyadan, Indoneziyadan zuluklar kelyapti. U ham tibbiyot zuluklari, lekin ularning ham o'ziga yarasha ustuvor tomoni bor, o'ziga yarasha minus tomonlari bor. Ustuvor tomoni shundaki, uni narxi arzon. Minus tomoni uni ushlashi qiyin. U zulukchiga necha noqulaylik tug'diradi, brakovanniy tovari ko'proq chiqadi. Yaxshi ushlamaydigan, tishi yilib qoladigan. Sababi ham issiqqa ham, sovuqqa ham chidamsizroq zuluk hisoblanadi. Tibbiyot zulugidan foydalanish maqsadida Turkiyaning zulugini istash shart emas. Hamma zulukdan foydalansa bo'ladi. Faqatgina yana qaytarib o'taman, mutaxassis nazoratida va maslahatini qilgan holatda.